Doktor dallinani to'g'ri o'lchashni o'rgating. Bo'ldi. Anvarjon 1 minutga. Mana shu yerga o'tiring, bemor bo'lib bering. Odamiga aytdilar. Ozgina vaqtingizni olamiz. Xo'p. Mana bu qo'limizdagi tonometr bo'ladi. Mana bu manjetasi, mana bu esa manometr deyiladi. Bunisi esa havo haydaydigan ballonchiga deyiladi. Mana bu egnimdagi esa fonendoskop deyiladi. Xo'p. Tonometrda o'tkazishning to'g'ri yo'li. Xo'p, mana shunday holatda o'tkazamizda bemorga manjetani shunday o'raymiz va mana bu qo'lni buklanadigan qismida shu 1-1,5 santimetrcha oraliq masofa qolgani yaxshi bo'ladi va manjetani qattiq qisilmaydi, ozgina qo'limiz kirgudek joy qolsa yaxshi bo'ladi. Endi mana bu manometrni mana shu joyga shunday joylashtiramiz. Yurakni urovnida tursa, qon bosim aniqroq chiqadi. Endi mana bu fonendoskopimizni mana shu joyga qo'yamiz. Bu yerda arteriya bor, yurak urishini bizga bildiradigan. Endi buni damlashni boshlaymiz. Endi qon bosimni o'lchashda, mana shu damlashda yurak urishlari eshitilmay qolguncha damlaymiz. Mana endi sekin tushirishni boshlaymiz. Yurak urishi eshitilish to'xtadi. Tushirishni asta-sekinlik bilan boshlaymiz. Birinchi dukkullagan ovoz mana bemorimizda hozir 100 ta dukkulladi, yuqori qon bosim. Endi pastkisi 70 ta dukkulladi. Mana endi buni tushiramiz. Demak, hozirgi bemorimizda qon bosimlari 110 ga 70 ga teng ekan. Yuqori qon bosim sistalik, pastkisi diastolik deyiladi. Ikkalasi ham yurakka tegishli bo'ladi. Endi shu joyda yana bitta ma'lumot. Bu shlanglarni mana bu joyda turish shart deb o'ylar ekan. Yo'q, bu shart emas. Qayerda tursa ham bo'ladi. Nabarot, orqada tursa biz mana bu joyga fonendoskopni qo'yamiz. Endi odatdagi elektron tonometrlar bor. U tonometrlarda shunaqa shlangga joylashgan joyda datchigi bo'ladi, ya'ni yurak urishlarini his qiladigan. Bizning datchigimiz esa mana bu fonendoskop hisoblanadi. Salomat bo'linglar.